Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vada oxirgi xutbasi Arafat tog'ida inna dima'akum va amwalakum va a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Mol mulklaring harom, bir-birlaringlarni o'g'irlamanglar. A'radakum nafsoniyatlaring harom, obro' e'tiboring, bir-birlaringni ayollaringga, qizlaringga so'z bilan ham, til bilan, qo'l bilan yaqinlashmanglar. Amwalakum va dima'akum, qoninglar harom, joninglar harom, molinglar harom, bir-birlaringni obro'ying ham harom dedi. Boshqa millat o'rtasida emas, o'z millatining orasida ham gaplashib o'tirishlik, moliga tajovuz qilish, qoniga tajovuz qilish, xotin bola chaqasiga tajovuz qilib so'z bilan gapirishlik haromun alaykum tahta qadami hada. Meni oyog'im ostida qoldi, tavonim tagida qoldi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutba qilib, so'ngra aytdimmi dedilar. Qalu bala. Ey Allohning rasuli yetkizdingiz deganda Allohumma fashhad dedi. Ey Robbim, sen guvoh bo'l, men bularga yetkizdim dedi.